Assalomu alaykum. Incruz klubi ikkita variant taklif qiladi. Birinchi varianti 50% chegirmali sayohatchi bo'lish. Shu haqda ma'lumot beraman. Siz qaror qabul qilganingizdan keyin sizni taklif qilgan insonni referalni havolasi orqali siz klubdan ro'yxatdan o'tasiz va $200 kabinetingizga chek ko'rsatiladi. Siz o'z viza kartangiz orqali to'lovni amalga oshirasiz va shu zahotiyoq $100 aktivizatsiya bo'lib ko'k kartaga o'tadi. $100 kompaniya qo'shib $200 bo'lib oltin kartaga tushadi. Va shu tariqasida siz qaysi sanada a'zo bo'lgan bo'lsangiz, har oyni shu sanasida kompaniyadan sizni email pochtangizga xat keladi to'lovni amalga oshirishingiz haqida va kabinetingizga kirganingizda $100 dan cheklar ko'rsatiladi. Siz shu $100 ni to'lov qilganingizda yana kompaniya sizga $100 qo'shadi va 200 avvalgi oltin kartadagi 200 ni ustiga qo'shilib 400 ga aylanadi. Shu tariqasida har oy siz $100 dan to'lovni amalga oshirasiz. Kompaniya 100 dan qo'shib 200, 400, 600, 800 bo'lib pullar ko'payib boradi. Siz bu pullarni jamg'arasiz va istagan paytingiz, istagan davlatingizga, istagan layneringizga, xohlagan kunga bemalol o'zingiz tanlov qilib bronni amalga oshirasiz. Klub sizga juda ham ko'p imkoniyatlar beradi va keyingi roliklarimizda ma'lumotimni davom ettiraman.